Men bozorga tushgan edim. Oldimdan 7-8 yoshlar chamasi, yalang oyoq, rangi zaxir, juldirvoqi bir bola chiqdi. Uning yelkasida o'zidan ham katta savati bor edi. U meni yollab oling deb yalina boshladi. Men ko'p narsa olmoqchi emas edim. Shuning uchun unga yo'q deb javob berdim. Haqiqatda esa narsalarimni shu yosh bolaga ko'tartirib borishim mening uchun uyat edi. Biroq u meni ko'ndirish uchun yalinishni qo'ymadi. Men ko'p haq olmayman, 5 qurush bersangiz bo'ladi. Bugun meni hech kim yollagani yo'q. Hammasi sen hali yoshsan deb aytishdi. Bolaga rahmim keldi. Kissamdan 5 qurush chiqarib unga uzatdim. "Ma, ol." Bola burnini tortdi-da, hayron bo'lib menga tikildi. "Narsalaringizni olib borib berganimdan keyin berarsiz?" "Ma, ol, men senga tekinga beryapman." Bola mening ko'zlarimga tikilib qarar ekan, endigina pat chiqargan jo'jadek hurpayib, kutilmaganda "Men gadoy emasman" deb javob berdi va "Narsalaringizni olib borib berganim yo'q-ku. Pulingizni olib nima qilaman?" deb aytdi. Men nima qilishimni bilmay qoldim. U meni ko'p xijolat qilib qo'ydi. Shoshganimdan shunday deya oldim xolos. Men ancha uzoqda turaman. Oladigan narsalarim ham uncha ko'p emas. O'zim olib bora olaman. Uzoq bo'lsa ham mayli, nima sotib olsangiz shuni olib borib beraman. Rozi bo'lmaslikdan boshqa chora yo'q edi. "Xo'p", dedim. "Qani, yur bo'lmasa." Maqsadim u bilan yo'lda gaplashish edi. Biz bozorda uncha ko'p yurmadik. Sotib olgan narsalarimizni savatga solib, uyga qarab yo'l oldik. Ammo olgan narsamiz hammasi bo'lib yarim savat ham kelmas edi. Yuk uncha og'ir bo'lmaganidan bola boshini beparvo ko'tarib, atrofdagi katta-katta basavlat uylarga, baland daraxtlarga, uzoqlardan ko'rinib turgan qorli tog'larga ko'z yugurtirib, mening o'ng tomonimda borar edi. Biz biroz yurib borganimizdan keyin undan "Oting nima?" deb so'radim. U hech tin olmasdan dona-dona qilib so'zlab ketdi. "Otim Rustam, Qizilja hammom yaqinidagi qishloqdanman. Yoshim 9da. Onam bultur o'lib qoldi. Qishloqda birgina amakim bor. Biroq undan menga hech qanday foyda yo'q. Endi bo'lsa, mana Anqaraga keldim." "Shoshma, dedim men uning so'zini bo'lib. "Sendan bularning hammasini so'raganim yo'q-ku hali." "Bilaman", deb javob berdi u. "Baribir birin-ketin hammasini so'raysiz. Shuning uchun hammasini bir yo'la aytib qo'ya qoldim." Bu bola bilan gaplashish juda qiyin edi. Uning har bir so'zidan bolalarda kam uchraydigan o'tkir zehn sezilib turardi. U mening jim bo'lib qolganimni ko'rib, so'zida davom etdi. "Hammasi so'raydi. Hammasiga aytib beraman. Ammo hech qaysisidan bir chaqalik foyda yo'q. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Yana biroz sabr qilaman. 5-6 yil o'tsinchi." "Xo'sh, 5-6 yildan keyin nima qilmoqchisan?" U mening yuzlarimga diqqat bilan tikildi va "Siz politsiyachi emasmisiz? So'ylayin", dedi. "Yo'q, men politsiyachi emasman. Ayt, 5-6 yildan keyin nima qilmoqchisan?" "Qamoqxonaga o't qo'yaman." "Nega?" "Otam u yerda qamalib yotibdi. Men uni qutqarib olaman." Men o'zimni qattiq kulgudan zo'r-bazo'r tutib qoldim. Biz bir muncha vaqt jim bordik. Keyin yana men undan savol qildim. "Otangni nima uchun qamadilar?" "Jandarmlar bilan urushib qoldi. Bittasining bo'lsa, qishloqning naq o'rtasidayoq ishini tamomladi. Axir otam juda yaxshi mergan edi-da. Otgan o'qi borib jandarmning qoq peshonasiga tegdi. Ammo otamga 18 yil berishdi. Qamalib yotganiga hali 2 yil ham bo'lgani yo'q." "Xo'sh, jandarmlar bilan nimaga urushdi?" "Soliq to'g'risida urushib qoldi. Otamning puli yo'q edi. Ular bizning uyimizga bosib kelib, ko'rpa to'shaklarimizni, qozonimiz hamda yopinchig'imizni olib ketishmoqchi bo'lishdi.
Otam ularning qo'lidan to'pponchasini yulib oldi. Otam "Mana senlarga ko'rpa" deb birinchi o'qni uzdi. "Mana senlarga qozon" deb ikkinchi o'qni uzdi. "Mana senlarga yopinchiq" deb uchinchi o'qni uzdi. Jandarmlardan biri "Voy, o'ldim" deb qattiq qichqirdi-da, ko'chaning o'rtasida dumalab tushdi. Biz uyga yaqinlashgan edik. Men Rustam menga yana nimalarni aytib berar ekan deb uning gapirishini kutar va undan hech ko'z uzmas edim. U meni o'ziga diqqat bilan razm solib kelayotganimni payqab qoldi. "Nega muncha tikilasiz, amaki? Biz qashshoq odamlarmiz. Yuzu qo'limiz iflos, qora bo'lganimiz shu." Biz muyulishdan o'tdik. Nogahon bolani savat-pavati bilan quchoqlab olgim keldi. Biroq quchoqlamadim. Faqat engagi tagidan ushladim-da, ko'zlariga tikildim. So'ngra "Rustam" dedim. "Sening yuzlaring sira kir va iflos emas. Anqarada, umuman Turkiyada senga o'xshagan bolalarning soni ming-minglarcha. Sizlarning hammangizning ham peshonalaringiz yorqin. Baxtlisizlar. Yuzlaringiz ham sof va samimiy. Kel, men seni bir o'pay." Rustam sekingina miyig'ida kulib qo'ydi. "Qo'ysangizcha, afandim, men bezgakman. Tag'in sizga ham yoqib qolmasin." "Bezgak yuqumli kasal emas." "Yo'q, yuqumli. Menga onamdan yuqqan. Isitmam tutsa, juda jonsarak bo'lib qolaman. Titroq boshlandi deguncha, xuddi laylakdek tishlarim shaqillashga boshlaydi." Rustam hech g'ami yo'qdek, shunga ham tashvishmi degandek qilib kulib qo'ydi. Bu ulfatchiligimizdan jasoratlanib, "Rustam, sen qamoqxonaga otangni yo'qlab borib turasanmi?" deb so'radim. "Haftada bir marta yo'qlayman. Otamga sigara olib boraman. Ko'p pul ishlasam, ko'p narsa olib boraman. Oldingi hafta ishim yaxshi yurishgani uchun 2 sigara qutisi olib borib berdim." Uyga kirganimizda bizning oshxonadan ovqat hidi kelar edi. Xotinim stolga dasturxon yozib, stolni hozirladi. Er-xotin Rustamdan savatni olib bo'shatdik. Men unga 10 qurush pul uzatdim. U menga "Yaqin joy, buning ustiga narsalaringiz ham juda oz edi" degandek qilib, menga 5 qurush mayda qaytarib berdi. Men bo'lsam tag'in "Men gadoy emasman" deb aytib qolmasmikan deb hadiksirab, uning qo'lidan maydani oldim. U xuddi shu ondayoq ketishga hozirlandi. Men uning ikki qo'lidan ushlab, "Kel Rustam, birga ovqatlanamiz" deb iltimos qildim. "Yo'q, mumkin emas" deb javob berdi u. "Bugun bozor, yana 2-3 marta qatnab pul ishlashim kerak." Xotinim bu so'zga aralashib, "Bolam, qola qol" deb o'tindi. Biroq keyingi aytgan so'ziga pushaymon bo'ldi. Rustam uning so'zini bo'lib, "Men bunaqa ustiga oq dasturxon yozilgan stolda o'tirib ovqatlanishga o'rganmaganman. Buning ustiga velkada ovqat yeyishni ham bilmayman" deb javob qaytardi. Shundan keyin men unga "Rustam, sen juda yaxshi bilasan-u, biroq o'ylagan narsang menga yoqmadi." "Nega? Qaysi narsa?" "Hali sen qamoqxonaga o't qo'yaman deding-ku." Rustam yana kulimsirab, amaki-ey, siz hali bunga ishondingizmi? Men buni faqat otamga dalda berish uchun o'ylab topdim." Bu so'zni bir daf'a otamga aytgan vaqtimda u temir panjara orqasida turib ham yig'ladi, ham kuldi. Mening ham ko'zlarimga yosh keldi. Stolimdan 2 sigara qutisi olib unga berdim. Mana bu sigarani otangga olib ber. Mana bu sigarani otangga olib borib ber. Yo'qlab borganingda mendan salom ayt" dedim. Rustam sigarani olib, yalang'och qo'yniga soldi va ochiq ko'ngillik bilan "Amaki, siz kimsiz?" deb so'radi. "Kimligimni so'rab nima qilasan? Axir men otamga sizdan salom aytishim kerak-ku. Bir amakim salom aytib yubordi deb qo'ya qol. Kimligini aytishing shart emas. Otangga shuni ham aytib qo'y. Ko'p xafa bo'lib, o'zini qiynamasin. Yaxshi kunlar ham kelib qoladi. Shunda bu qamoqxonalar o'z-o'zidan yonib ketadi." Rustam yosh bo'lsa ham, lekin zehni o'tkir bo'lganligi uchun mening bu gaplarimga ishonishi dargumon edi. Ammo
U mening bu so'zlarimni sira esidan chiqarmasligiga va otasiga borib aytib berishiga mutlaqo ishonch hosil qilgan edim. U ko'chaga chiqar ekan menga: "Amaki, siz juda yaxshi odam ekansiz", deb aytdi. So'ngra u mening qo'llarimdan o'pmoqchi bo'ldi, lekin men oldinroq uning peshonasidan o'pdim. Rustam ketar ekan, och qolgan vaqtlarida biznikiga kelib turishga va'da qildi. Sizlarga shuni ham aytib qo'yayin. Anqara va Istanbulda Rustam singari bolalar juda ko'p. Yuzlar, minglarcha bor.